Cristiano Ronaldo kelib mana bu yerda chiroyli gol urishi ham hech kimga qiziq emasdi. Даже Ronaldo ham birinchi o'chirit xarizmasi bilan shunaqa tanilgan. Hammaga assalomu alaykum. Men Islom Abdujabborov, O'zbekistonga media futbol olib kirgan inson ham bo'ladi va Unwanted Boys media klubini asoschisi. Shovqin ko'rsatuviga keldik. Hozir 10 ta savollarga javob berib chiqamiz. Xo'p, birinchi savol, nima uchun aynan futbol millionlar o'yini deb o'ylaysiz? Endi futbol dunyodagi eng populyarniy sport. Birinchi o'chirit shu muxlislardan kelib chiqib millionlar o'yini deyiladi. Ikkinchi o'chirit shu baribir biznes tomonlama ham bu ikkita tomonlama yuradigan mavzu. Ham millionlab pullar, ham millionlab muxlislar. O'shaning uchun главный sport bu dunyodagi meni fikrimcha eng qiziq sportligi uchun millionlar o'yini deyiladi. Kontentingizni boshlamaganingizda hozir kim bo'lgan bo'lardingiz? Qiziq savol. Aniq javobni o'zim ham bilmayman, chunki to'g'risini aytaman, ochiqchasiga futboldan boshqa hech nima qo'limdan kelmaydi. Professional futbol o'xshamagandan keyin aynan shu savol meni ancha qiynagan, chunki ko'chada qolganman, na bir futbol yaxshi o'xshagan, na bir blogerlik xayolda bo'lgan. O'shaning uchun o'zimni futbolsiz tasavvur qila olmayman. Bu savolga hozir javob berish sal qiyinroq. O'shaning uchun hayotimdan futbol ketmasin, iltimos, futboldan boshqa hech nima qo'limdan kelmaydi. Media futbol birinchi navbatda futbol yoki shou. Endi media degan so'z baribir birinchi o'chiritda kelyapti. O'shaning uchun haqiqiy futbol professionalniy urovenda ko'rganimiz yaxshi. Bu yoqda media futbolda bu yangi nafas, yangi emotsiyalar berilishi kerak. O'shaning uchun birinchi o'ringa men shouni qo'ygan bo'lardim. Media futbolda qanaqa urovendagi futbolni ko'rishingiz mumkin. Men bu yerda Barsa Real o'yinlarini ko'rganingizdan keyin уже Islom Abdujabborov yugurib yurgani kimga qiziq bo'ladi. O'shaning uchun sizlarga shou kerak media futbolda. O'shanisi bilan prosmotrlar ko'proq bo'ladi. Masalan, sizlar ham biz o'zimiz YouTube kanalda biz dunyodagi eng zo'r futbolchiligimiz uchun kuzatmaysizlar. O'shdagi gap so'zlar, har xil o'yin kulgu, может katta o'yinlardagi qanaqadir performanslar uchun kuzatasizlar. O'shaning uchun birinchi o'chirit shou. Bir kun kelib media futbol haqiqiy futbol o'rnini egallab oladimi? Haqiqatga yaqin narsa emas. Baribir futbolda birinchi o'chirit bu professionalniy futbol turadi. Bu necha yillar davomida birinchi o'rinda turadigan narsa. Hozir men media davri bo'lishiga qaramasdan baribir futbol bu o'lmaydigan sport turi deb o'ylayman. O'shaning uchun hali yaqin avlodlar birinchi o'ringa baribir futbolni qo'yadi, professionalniy futbolni. Media futbol bu vashshi boshqa dunyo. Bu blogerstvo. Futbol bu уже professionalniy sport turi. O'shaning uchun bir-birini solishtirmaylik hech qachon. Futbol har doim teparoq. O'zbek futbolida korrupsiya hali ham yuqoridami? Endi korrupsiya любой joyda bor, nafaqat futbolda, nafaqat O'zbekistonda, chunki nechta joyga borib ham keldik. Hamma narsani ko'rib analiz qilgandan keyin korrupsiyadan umuman qochish imkoni yo'q. O'shaning uchun qayerdadir bor, qayerdadir yo'q. Masalan, nechta tanishim bor, o'zini kuchi bilan hech qanaqa pulsiz, hech qanaqa tanish bilishsiz zo'r futbolchi bo'lib ketganlar bor. No, qanaqadir tanish bilish bilan ham futbolchi bo'lib ketgan tanishlarim bor. O'shaning uchun hamma narsa aylanib baribir odamni o'ziga keladi. O'shaning uchun birovni ayblash bu noto'g'ri. O'zbekistondagi media futbolni cho'qqisi qayerda? Unwanted Boys qayerda desa o'sha yerda. O'shaning uchun kuzatishda davom etinglar. Hozirgi paytdagi cho'qqi bu qilgan ishlarimiz ichida конечно, Kings Liga, но это не предел. Xudo xolisa hamma planlarni gapirib bersam, уже uni qilgandek bo'lib qolamiz. O'shaning uchun jim yuraveraylik. Hozir ko'pchilik o'ylayapti, sal jim bo'lib qolgan deb o'ylashi mumkin. No, hali cho'qqisiga yetib kelmaganmiz. O'shaning uchun kuzatishda davom etinglar. Hali media futbol yashaydi. Qancha yashashini biz o'zimiz bilan xabardor qilib turamiz. Boshqalar bilan uni adashib qolmaylik. Unwanted Boys O'zbekiston Oliy Ligasida qatnashsa, nechinchi o'rinni olishi mumkin? Hozir qatnashsa, birinchi sezonni o'zida sekin o'sha Pro Ligaga qarab ketaveramiz. Yaqin 1-2 yil ichida unaqa Super Liga bilan konkurensiya qiladigan sostav tuzish birinchi o'chirit nevozможно. Ikkinchi o'chirit umuman unaqa plan yo'q, chunki 2026 asosiy aksent baribir mediaga qaratyapmiz. Chunki mana 2025 rosa ko'p futbol o'ynadik. Men bu katta yashil maydondagi o'yin bizga na bir pul tomonlama, na bir boshqa tomonlama unaqa katta foyda olib kelmadi. O'shaning uchun biz ham oila boqishimiz kerak, to'g'rimi? Videolarni kutinglar, videolar qilamiz. Biz ham pul topishimiz kerak. Shunaqa gap. Nima uchun Unwanted Boys O'zbekistonda tashkil qilinadigan media futbol turnirlarida qatnashmaydi? Ikki tomonlama foyda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Hozir qaysidir turnirga qo'shilish bizga nima beradi? Bu savol tug'iladi. U savolga men hali beri javob topolmadim, hali topamasam ham kerak. Shuning uchun bir tomonli foyda qilishdan hech qanaqa ma'no ko'rmayapman. O'zimiz nimadir tashkillashtirsak, shundagina bu turnir boshqalarga ham qanaqadir boost berishi mumkin, biz o'zimiz ham qanaqadir foyda olishimiz mumkin. Hech qanaqa paka bizga foyda yo'q qaysidir turnirga qo'shilishdan. Bu narsa faqat turnir organizatorlariga foyda beradi, chunki Unwanted Boys qo'shilsa, bu prosmotr beradi. Unwanted Boys nima oladi? Paka hech kim javob bera olmadi, chunki hammasi tashkil qilganlar hammasi bizni chaqiradi. Mana shu savol berilgandan keyin уже nuqta. Media futbolda talant muhimroqmi yoki xarizma? Talant degan narsa unchalik yoqmaydi menga, baribir birinchi o'chirit mehnatga kiradi.
No, bu savolga keladigan bo'lsak, xarizma muhimroq. Boya aytganimdek, media futbol bu birinchi o'rinda baribir blogerstvo. Blogerstvoda agar sizni xarizmangiz, odamlarni ushlab qoladigan narsangiz bo'lmasa, Cristiano Ronaldo kelib mana bu yerda chiroyli gol urishi ham hech kimga qiziqmasdi. Даже Ronaldo ham birinchi o'rinda xarizmasi bilan shunaqa tanilgan. Chunki zo'r futbolistlar ko'p. Noto'g'ri primer qildim menimcha, mayli. Ronaldo zo'r futbolist, o'shaning uchun ham tanilgan, xarizmasi ham kuchli, o'shaning uchun eng ko'p podpischigi bor. O'zbekiston jahon chempionatida qaysi bosqichgacha bora oladi deb o'ylaysiz? Taxmin qilish sal qiyinroq bo'ladi. Qo'ldan kelgancha balet qilib, podдержка qilamiz. Gruppa qiyin, Kolumbiya, Portugaliya, shu ikkitasidan bittasini по-любому yutishiga majbur bo'lyapti-da, shunaqa bo'lyapti, adashmasam chiqishi uchun. Bu невозможный narsa emas, chunki Portugaliya ham masalan o'zidan pastroq pog'onadagi terma jamoalarga orada yutqizib turadi. O'zbekiston xudo xolasa yil o'yinini shu Portugaliyaga qarshi qilib bersa, yutsa, bu уже вообще dunyo miqyosidagi bum bo'ladi. Bizning qo'limizdan keladigan narsa faqat podдержка, shu gruppoviy etapdan chiqsa, bu уже sensatsiya desa ham bo'ladi. Men bu narsani xohlayman. Atak в целом jahon chempionatiga chiqishini o'zi katta yutuq. O'shaning uchun слишком katta ожидание qilib olsak ham, keyin sal xafa bo'lib qolishimiz ham mumkin. Bu futbol, chunki u yoqda ham jahon chempionatiga layla haydagani kelmaydi qolgan terma jamoalar ham. Bizda ham zo'r sostav yig'ilgan, xudo xolasa gruppadan chiqishiga ishonaman. Hamma savolga qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qildim. Shovqin ko'rsatuvga ham rahmat, chaqirganinglar uchun, kelajakdagi faoliyatingizga omad. Обязательно bu videoga like bosib qo'yinglar va kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat.